Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulih Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ham Müslim cihintanda kilatan bir hadisinde aytdı. Unzuru ila men huve esfele minkum ve la tanzuru ila men huve fawqakum. O'zingizdan tuban bo'lgan kishilarga qarag'izdi, ham o'zingizdan üstten bo'lishlarga qaramag'izdi. فهو أجدر أن لا تزداروا نعمة الله عليكم. Bu sizga de Allah Taala bergan ne'matlarga de kimsitib qaramasqa yordam etardi. Bu hadisning maqsadi bizga musulmonlarga Allah Taala bergan ne'matlarına shukr etirga o'ratu. Shu hadis bilan, shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nasihati bilan. Chunki biz yashaganda bizning tirayonda bizdan boyroq yoki bizdan faqirroq kishilar bor. Hamda bizning qizg'anchga qarshi og'irtu qalblarimiz mana shu o'zimizdan ustan bo'lishi, o'zimizdan boyroq bo'lishi kishilarga qarab, nimadir kunchilik duo, nimadir Alloh taolaning taqdirine qarata rizasizlik duo. Nisha bu boyroq, nisha bu yaxshiroq mashinada yuri, nisha bu unda iki tajlı katajda yaşı, eminim halim şunday fakirgine. Naşuşu hadis ayta, naşuşu o'zingizdan boyroq bo'lgan kishilarga qaramag'izdi. Kirisincha dey, o'zingizdan tuban bo'lishlarga qarag'izdi. Balki sizdan da faqirroq kishilar bordir dey. Hali sizning alhamdulillah bugunday osharga rizqingiz bor, tururga bosh ustingizda tubagiz bor, kiyinirga kiyimigiz bor, balki bor sizga qaraganda da noshara qilda yashovchilar. Sen tururga yurti yo'q, osharga rizqi yo'q. Sening alhamdulillah osharga rizqing bor. Ham shunga qarab, shu o'zingdan tubandagilarga qarab, sen shukr etasan. Shu Alloh taolo bergan ne'matlarga. Ham shulay salomatlikka kelganda da sen birajinin avurta başlayken sen rizasızlık nedir bildiresin kila başlayken nişep haman avurtamsın, nişep min şulaysın deb sen qarıysın o'zingdan tubanroq, avurtqanroq kishilarga qarıysın. Sen invalidlar var bitimaning oyoqlari yo'q yoki ko'zlari ko'rmay, unda quloqlari eshitmay ham boshqalar sen qaraysan. Qaramayim halim alhamdulillah bitali jingilroq bu kishining halini qaraganda deb shu Alloh taolaning ne'matine shukr etirga yordam etuvchi. Ham shulay Alloh taolaning yozgan taqdirine rizo bo'lu. Shu hadisini bizga yordam etib shukr etib yasharga. Bu dunyoviy masalalarda, shu aqsha, boylik, salomatlik masalasida o'zimizdan tubandagilarga qararga tegish biz. O'zimizdan boyroqlarga qararga tegish tugil biz. Ammo lakin diniy masalalarda, ibodat masalasida biz kirishuncha bizdan taqvoliroq, bizdan ko'proq izgi amallar qiluvchilarga qararga, ham shularga asharga, shularga erarga, ham shularni o'zib ketirga tirishirga tegish biz. Selam biz birer kardeşimiz ko'proq Qur'on o'qiy, oy sayin xatim qila, ko'p etib sadaqalar bera, qardoshlarga yordam eta, ham boshqa turli ko'p etib izgiliklar qila ekan, biz ondan o'rnak olib, mana shunga erarga tegish biz, onun shekilli bo'lirga tegish biz. Ahiret meselesinde biz kirisincha o'zimizdan ustan bo'lishlarga qararga tegish biz endi. O'zimizdan tuban bo'lishi yalqovlarga, g'afil kishilarga tugil, kimlar anda bek azgina ibodat qila, Allohning amrlarini o'tamaylar. Shu hadisni durust anglab, biz dunyoviy masalalarda o'zimizdan tuban bo'lishlarga qarab, ham endi oxiratda kirisincha diniy masalalarda, izgi amallarda endi o'zimizdan alda boruvchilarga qarab shularga yerga tegish biz. Haminim shu hadis bizning shu bek zo'r qalb og'irtuvidan davolanirga bir zo'r shifo bo'lib turaydi. Agarda biz shu hadisni amalimizda qo'llanib yashay olsak, bu ko'pgina kunchilik, borchilu, nishlab minda olay tugul, nishlab anda shulay ekan deb shunday turli fikrlardan oranirga yordam etashak.
һәм инде һәрберебезгә Аллаһ та тәүфыйк бирсен, шушы хәдис белән гамәл кылып яшәргә, һәм Аллаһ Тәгалә нинди генә сынау килмәсен, аңа шөкер итәргә һәм һәрвакыт белергә, бездән дә начаррак хәлдә булучылар бар икәнен. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ва ашһаду ан ла илаха илля анта, ва астагфирука ва атубу илейк.